pintuza yoki funchuza salati. Siz qanaqa nomlaysiz? Xullas, xohlasangiz mazza qilib daromad qiladigan, xohlasangiz iftor dasturxonida oila a'zolaringiz xursand qiladigan go'shtlar yumshoq pishgan salat tayyorlaymiz. Mol go'shtini ichki sonidan somoncha shaklda to'g'rab, qizib turgan yog'ga solamiz. Video tagida yozib qoldirilgan ziravorlarni solib, go'shtimizni dimlashga qo'yamiz. Go'sht pishirish jarayonida hech qanaqa suv qo'shmasdan o'zidan chiqargan suvi va soyalar bilan yumshoq qilib pishirib olamiz. Sabzavotlarni ham videoda ko'rganingizdek somoncha shaklda mayilroq qilib to'g'rab tayyorlab olamiz. Deyarli tayyor go'sht ustiga qirg'ichdan chiqarilgan pomidor va bulg'orini solib 5 daqiqaga dimlaymiz. O'zini buzmasdan turgan kraxmalimizni qaynagan suvda yumshatib 5-10 daqiqaga dimlab, qo'limiz bilan yoki pichoq yordamida uzib kesib olamiz. Ana endi eng mazali joyiga yetib keldik. Tayyor sabzavotlarimiz, go'sht va soya ziravorlarimizni solib, qo'limizda salatimizni yaxshilab aralashtiramiz. Video retsept uchun bir dona like bossangiz xursand bo'laman. Albatta tayyorlab ko'ring, yeganlarimiz ibodatlarga quvvat, tanamizga shifo bo'lsin.